Bu ideyani ham ba'zi klientlarga tavsiya qilaydi. Chiroyli, ikkalasi ham. Ko'rinishidan bir xil modelga o'xshaydi, lekin men nazarimda buni qimmatroq sotsa bo'ladi. Bu arzonroq sotiladi. Sababi bu yerda qo'shimcha mayda aksessuarlar ko'zga chiroyliroq tashlanyapti. Ha, to'g'ri. Birinchi farq, mana shu patdan boshlasak, bu yerda qo'shimcha manjet ishlatilgan, bu yerda zamokka o'zi. Ikkinchi farq, bu yerda duz yoq ishlatilyapti. Bunisida jakardiviy, chetida konturlari bor, chiroyli dizaynli yoq ishlatilyapti. Uchinchi farq, mana bu palasalarda bunda oddiy sintetika palasa ishlatilgan. Bu ham sintetika, lekin repsiviy lenta. Buni ozgina dizayni bor. Mana bu yerda manjet ishlatilyapti. Bunisida materiali o'zi qayirib qo'yilgan. Endi ba'zilarga bu qulay, ba'zilarga bu qulay, lekin bu chiroyliroq ko'rinadi. Bizning maqsadimiz berayotgan aksessuarlarimiz bilan, berayotgan ideyalarimiz bilan mijozlarning mahsuloti qimmatroq sotilishiga o'zimizning hissamizni qo'shish. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu ideyani ham ba'zi klientlarga tavsiya qilaydi. Xo'p bo'ladi. Zo'r. Rahmat. Zo'r.